Salom obunachilar, sizlar bilan man Lord Gates va bugun ajoyib video olamiz do'stlar va videomizning nomi Minecraft. Previewsidan bilganingizdek, o'tgan safar meni kanalimga obuna bo'lib like bosib qo'ysalaringiz, men nima desam bo'ladi, endi kanalimda hammaga qaychi vordim. E'lon bergandim, ya'ni men yana kelgusi video qanaqa anoda chiqsin deb e'lon bergandim. Mod va anoni aytibdi. Xo'p, mod bilan Bidwars haqida ko'p to'plangan. Men esa ikkosini ham chiqarishga qaror qildim. Hozir bugungi videomiz o'zingiz bilganingizdek Bidwars modlari haqida bo'ladi. Mana xo'p, yaqinda yangi modlarni qo'shamiz. Xo'p, buning uchun siz kanalga obuna bo'lib qo'ysalaringiz, yangicha chiqqan Bidwars modlari haqida aniq olasiz. Bilib olasiz. Xo'p, qoni bizar bo'lmasam, bu modlar ajoyib modlar emas, bir qanday garang modlarda ping qiluvchi modlar yoki o'zimda ping bo'ldi. Xo'p, pingda endi xo'p, qandaydir ping bo'ldi menda, ping cheksiz. Pushtilar ketdi va pushtilar yo'q bo'libdi o'zi. Молодец. Bu ham bir yaxshi. Aqua yo'qibdi. Bitta yomon tarafi bor ekanda. Aytdim men. Mana o'rtasida narsa space ko'rmay qolar ekan, shunga men hozir mashina qilib o'ynashga majbur bo'laman. Nimaga FPS tushib ketdi? Bu FPS tushib ketish bu anodan do'stlar, nima edi? Pingdan. Ping FPS yetib tushirib o'ra. Pingda. O'ynab bo'laman, mashina pingda. Men o'ynab bo'ladi. Yana bitta temir. 11 FPS o'zim ham tasavvur qilmayman qanday. Ping yo'q bo'lish uchun nima qilishim kerak? FPS ko'tarildi. Ana endi FPS ko'tarildi. Xo'p, ba'zida ping kuchli bo'lyapti. Pushtilarni bazasi. Va biz bu yerdan bunaqa odam topolik va kuchlar teng emas, ko'rganlaringizda men o'ylaman. O'zi FPS'im ko'p, va yana shu yerga tushib qoladi. Yo'q. Tushmadi, yaxshi. Boyagi chiqaqda yana borib enasini ko'rsatishim kerak. Men narsa olishga bordim, to'g'risi yo'qa. Sandig'im ochilsin. O videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, men bu modlarni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman va Telegram kanalimga tashlashimdan oldin mana shu videoga 100 ta like yig'ishlaringiz kerak va 100 ta like'dan keyin plus obunachi. Xo'p, 50 ta bo'lsin. Anaqdagi biza bitta krisani bazasiga yubordik. Xo'p, va qolgan narsalarimizni ham bazamizga yuboramiz va qaratsindi. Yo, men faqat sheriklarimga ishonaman-da.
Bu katta ish ekan. Aytdimmi pingni obunachilar o'lim. O'lim. Bu modlar ajoyib modlar. Ping bo'lmasa, ping meni qanaqadir cheksiz bo'lyapti. Hozir buni hal qilamiz. Xo'p, Wi-Fi. Xo'p, serverdan chiqyapmiz va Dehlandga kiramiz. Qo'ynida mana ping bo'tdi do'stlar. Xo'p, bilmayman, Wi-Fi shunday bo'lib qoldi. Bugunchalik Wi-Fi o'zini kuchini ko'rsatyapti. Bidvars. Videolekamda maqtanyapti. Like and subscribe. Yani videomga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Kanalimizga 100 ta likedan keyin deshayman deyapman. Yana plus obunachi, chunki obunachim 50 ta bo'lsa ham mayli do'stlar. Qo'yaylik, fullashtiraylik do'stlar. Xo'p. Yangi videolarni shunday kutib qolasizlar va menga kommentariyaga nima haqida video chiqarishim haqida yozinglar va yana shunaqa modlar haqida video chiqarish kerakmi? Menda pingmi, ularda pingmi? Bilmadim. 3 kishilik anoga tushib ketdim, bittasida ping ekan. Va u chiqib ketdi. Mayli 2 kishi yirtamiz. Bu modlarni ishlatishni kim o'rgansa kommentariyaga yozib qoldirsin yoki men o'zim yozsin. Mana bunday sharoitda o'ynash kayfda. Xo'p, 2 tomonlama olmos. Aytmoqchi, bunday qo'yaylik. Xo'p. Mana o'rtada anos ko'rinmayapti-da do'stlar menga. Shunisi bor ekan. Keyingi safar bunaqa emas, boshqacha, sal boshqaroq mod. Bu sal boshqacha mod qo'shaman. Normalniy bular. FPS plus. Do'stlar, nima bo'ldi? Mana asta oltin yig'ilibdi va meni sherigim ba'zan qo'riqlaydi, men esa bekor qildim. Bu o'zi tushib ketishim kerakligida ayblamayman. Mana nihoyat do'stlar, xo'p. Bizni sherigimiz qurib qo'yibdi ungacha. Ko'rinmayapti-da anosi. Bo'lmasa men normalni quraman.
Yo. Nima qilyapsiz, ey? Jangga boray, dalbayob. Divas qo'yay hech bo'lmasa. Qara nima qilyapti? Qarayli. Yaxshi kit. Gapirmay o'ynayman ko'pincha. Aytmoqchi, menga emerald kerak deb hazillashaman. Qizlarni yo'q qilsammi? U ham yaxshi. Qo'limga zo'r narsa berdik-ku do'stlar. Vay, ping 2000. Ming ping. Qizlarning karavati plus, xo'p, ammo yashillar karavati singan уже. Cheksiz 32ni Ahmet öldürdü. Xo'p, ya'ni ko'klarni bazasini bosib olmoqchimiz, lekin blok qoldirdim. Şirgimiz anca zo'r o'yinchi ekan. O bir aytmoqchi blogo bo'layapti. Mana FPS qaraylardan qochish qaraylar. Bunaqa qochishdan hamma yutqazadi do'stlar. Menga ishonaveringlar. Men masalan bunday qochishda o'yin o'ynasam nima bo'lar?
bitta zo'r narsa bor. Normal yapamiz. Bittani chaqda olamiz. To'g'ri, sherigim hamma narsani qilib kelyapti. Agar bunday qochish bo'lmaganda men ham qila olaydim, masalan, qila olgan qila olaydim, masalan. Vaqti yomon qotyapti. U qayerda o? Bir kishi bor, uni topolmayapman. Keyin to'g'risida u qayerga yashingan ekan? Nima bo'lyapti? Xo'p, do'stlar, ishqib pobeda qilaylik-da bir marta. Keyin men modsiz o'ynab ko'rsataman. Modsiz qilsam ping bo'ladimi, bo'lmaydimi? Qandaydir modsiz o'ynab ko'rsataman. Qaysini hozir o'ynayapman? O'z uzog'ingizni kommentariy yozib qoldiring, bo'lar. Solinmabdi ping bo'lib. Men uchun musor. Qani o'yindi. Esni bosmoqchi edim, dini bosyapman do'stlar. Xo'p, chiqamiz. Mana Wi-Fi'da ko'rib turibsizlar do'stlar. Odemir yaratamiz. Kreativda mana Odemirda ko'rsataman. Odemirda qotmaydi, ishtimi bo'lmaydi hozir. Ko'rsataman qanday modlar ekanligini. Bedwars uchun super mod. Mana Bedwarsga kirib ko'rsatib ham berdim. Bedwars ham ishlayveradi. Xo'p, yana yangicha modlarni chiqishini xohlasangiz, aytganimdek mana shu videoga 100 ta like va 50 ta obunachi yig'ib beringlar va 50 tadan ko'p ham obunachim bo'lursa, mayli, men xursand bo'lardim. Yangi kontent Minecraft videolarini boshlaymiz do'stlar. Mana FPS ko'rib turibsizlar. Va qayerdandir spawn bo'ling do'stlar. Mana masalan yashildan o'p tashlaymiz. Mana yashil. Va bitta minachaqdan olamiz. Mana qilich.
Endi esa masalan men temirli qilich olaylik qani. Mana xo'p, survivalga o'tamiz mana. Mana kreativda quramiz. Shutib qurib ketaverasizlar. Xo'p, men ham qurib ketaverdim. Mana blokni qanday qo'yishni bilmayapman. Xo'p, space qarab turibdi va bu space yaxshi space. Endi umuman olganda bu space mana space ham ko'targ'ich beradi. Yaxshi mod. Ajoyib. Bedwars o'ynalayotganlarga qiynalsa mana shu mod va mana zombini o'ldirishni ko'rsatib beraman. Oddiy anoda. Mana oddiysida 1, 2, 3 qaranglar. Bitta urib, keyin bunaqa o'ldirsalaring tuyular ekan. Mana do'stlar, xo'p, bu modlar yoqqan bo'lsa, shift bosib qurish ham bor. Mana flying. Shutib qurib ketaveramiz. Xo'p, videoga like bosinglar, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, sizlar bilan men Lord Kes bo'ldim. Mana, ya'ni zombini mana qo'ymaymiz. Ko'ryapsizlarmi, qanday zo'r space beradi. Ya'ni bu zombini uchiraverayotgan space beradi mana. O'zi urmaysizlardan space qaranglar. Bu space bilamsizlar, water drop'da ham oson qilasizlar. Mana oson qilasizlar. Men masalan bunaqa space bilan o'zi qo'lim o'rganib ketgan, ammo game modi nil qilib homiychilarga ko'rsatib beraman. Nimagadir qo'shiq uyushdi va mana xo'p, ajoyib. Mana water drop ham oson bo'ladi va eng muhimi bloklarni ajoyib qurasiz va albatta videoga like bosib qo'yinglar. O'zim yaxshi o'ynaymanmi Minecraftni yoki yomon? O'z izohingizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Xayr do'stlar, sizlar bilan men Lord Kes bo'ldim. Kelgusi videolargacha xayr, salomat bo'linglar. Keyingi video nima haqida bo'lsin, o'z izohingizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Men bugunchalik shunaqa video. Xo'p, previewni ham o'ylab ko'ramiz. Xayr. Like and subscribe do'stlar.